Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan HSK 2-darajani 9-darsda davom ettiramiz. 3-qism bo'ladi bugun. Hop, bugungi so'zimiz bu shangban. Shangban ishga borish, ishlash degan ma'noni beradi. Shangban ishga borish, ishlash. Misol uchun, ta ji dian shangban u soat nechida ishga boradi? Ta ba dian shangban u soat 8da ishga boradi. Shangban ishga borish, ishlash. Hop, davom etamiz. Ta zama chu shangban u ishga qanday boradi? Ishlashga qanday boradi? Ta zama chu shangban. Ta kaychi chu shangban u mashina haydab ishga boradi. Kaychi degani, mana bu yerda kaychi degani mashina haydash. Ta kaychi chu shangban u mashina haydab ishga boradi. Ta sinchi liu va sinchi tian bu shangban ishlamaydi. Agar shangban ma'nosi ishga borish, ishlamoq degan ma'noni beradi. Agar ishlamayman yoki ishlamaydi demoqchi bo'lsangiz, bu shangban deysiz. Mana bu yerda turibdi. Bu shangban. Ta sinchi liu va sinchi tian shanba va yakshanba, sinchi tian degani yakshanba. Ta sinchi liu va sinchi tian bu shangban. Shanba va yakshanba kunlari ishlamaydi. Hop. Shangban ishga borish, ishlamoq, xiaban ishdan qaytish. Ishdan chiqish degan ma'noni beradi. Ertalab bo'lsa shangban deysiz, ishga borish, kechki payt o'sha ishdan qaytayotgan paytda biz xiaban deb aytamiz. Mana bu yerda ta mei tian ba dian shangban, wu dian xiaban. U har kuni soat 8da ishga boradi, soat 5da ishdan keladi. Wu dian xiaban, ya'ni soat 5da ish tugaydi degan ma'noda. Ta mei tian ba dian shangban, u har kuni soat 8da ish boshlaydi. Va wu dian xiaban soat 5da ishdan chiqadi, ish tugatadi. Ta mei tian song ba dian dao wu dian shangban. Mana bu formulani biz o'tgan safargi darsda ko'rsatdim men. Songni grammatikasini tushuntirganda a bilan b, ya'ni a dan b gacha degani. A dan dao degani gacha. Song degani dan, biron bir narsadan, biron bir joydan, biron bir vaqtdan. Dao bo'lsa biron bir joygacha, biron bir narsagacha. Shunda a dan b gacha, ya'ni soat 8dan so'ng ba dian, dao wu dian soat 5 gacha. Ta mei tian so'ng ba dian dao wu dian shangban. U har kun soat 8dan 5 gacha shangban qiladi, ya'ni ishlaydi. Shangban ishlamoq, ish, ishlamoq. Ishga borish va ishlamoq degani. Hozir audio eshitamiz, keyin ikkita savolga javob berishingiz kerak. Birinchisi, Dawei zhao dao gongzuo le ma? Dawei ish topdimi? Dawei song shima shiho kaishi shangban. Dawei qachondan song shima shiho, shima shiho degani qachon. Song shima shiho qachondan bo'ladi shunda. Kaishi shangban ish boshlaydi. David qachondan ish boshlaydi? Text 3. At home. 你知道吗？大卫找到工作了。太好了，他从什么时候开始上班？从下个星期一开始。这是他的第一个工作，希望他能喜欢。Audioni eshitdik. Agar tushunmagan bo'lsangiz yana qaytadan eshitasiz. Mustaqil o'zingiz javob berishga harakat qiling ikkala savolga. Men hozir to'g'ri javoblarni beraman. Hop, Dawei zhao dao gongzuo le ma? David ish topdimi? Dawei zhao dao gongzuo le. David ish topdi. Dawei song shima shiho kaishi shangban. David qachondan ish boshlaydi? Dawei song xiaga sinchi yi kaishi shangban. Keyingi dushanbadan ish boshlaydi. David keyingi dushanbadan ish boshlaydi. Hozirgi audio tekst variantini ko'ramiz. Ni jidao ma? Sen bilasanmi? Dawei zhao dao gongzuo le ma? David ish topdimi? Ish topdi, uzr. Ni jidao ma? Dawei zhao dao gongzuo le. Sen bilasanmi? David ish topdi yoki o'sha xabaring bormi? David ish topdi demoqchi. Tai hao, juda ham yaxshi. Ta song shima shiho kaishi shangban. U qachondan? Song shima shiho qachondan? Kaishi shangban ish boshlaydi. Song xiaga sinchi yi kaishi keyingi dushanbadan boshlaydi.
这是他的第一个工作，希望他能喜欢。bu yoqda第一个 bu birinchi degani. 第一个工作 birinchi ishi. bu uning birinchi ishi. 这是他的第一个工作，希望他能喜欢. umid qilamanki unga yoqadi. 希望他能喜欢. umid qilaman u yoqtiradi yoki unga yoqadi. 希望 bu ham o'tgan darsda so'z edi. Hop, pinyin ko'rib chiqamiz. 你知道吗？大卫找到工作了，太好了！他从什么时候开始上班？从下个星期一开始。这是他的第一个工作，希望他能喜欢。Hozirgi tekstda paraphrase qilingan holati, ya'ni o'sha ma'no saqlangan, so'zlarning o'rni sal boshqacharoq qo'yilgan, shu ma'noni saqlab qolgan holatda tushib qolgan so'zlarni qo'yib chiqishingiz kerak. Misol uchun, Davey 工作了, ya'ni 工作, ishni nima qildi Davey? O'shani qo'yasiz. 他下个星期一开始上班, keyingi hafta, keyingi dushanbadan ish boshlaydi, ya'ni o'sha dan qo'shimchasini qo'yasiz. Xullas, o'zingiz to'ldirib chiqasiz. Videoni pauza qilib to'ldirib chiqing. Men to'g'ri javoblarni beraman. 大卫找到工作了，他从下个星期一开始上班。这是他的第一个工作，希望他能喜欢。Hozir yana bir marta audio eshitamiz. Har bittasi 2 martadan qo'yiladi. Keyin eshitgan audioga qarab, mana bu yoqda variantlarni tanlashingiz kerak. Ya'ni birinchi ma'lumot eshitasiz, o'sha eshitgan ma'lumotingiz bo'yicha savol beriladi. Keyin javoblarni variantlardan qo'yib chiqasiz. 2 martadan qo'yiladi har bittasi. Har biri 2 martadan qo'yiladi. E'tibor bilan eshitasiz, savollarga to'g'ri javob bering. Bu yoqdagi variantlardan kelib chiqib. 一，请问李欣在吗？他生病了，今天没来上班。问，李欣今天上班了吗？一，请问李欣在吗？他生病了，今天没来上班。问，李欣今天上班了吗？二，你知道大卫什么时候上班吗？他告诉我从下个星期三开始。问，大卫什么时候上班？二，你知道大卫什么时候上班吗？他告诉我从下个星期三开始。问，大卫什么时候上班？三，买到电影票了吗？买到了，是明天的，今天的没有了。问，他们什么时候去看电影？三，买到电影票了吗？买到了，是明天的，今天的没有了。问，他们什么时候去看电影？Hop, audioni eshitdik. Javob berishga harakat qilasiz. O'zingiz mustaqil. Agar tushunmagan bo'lsangiz yana qaytadan eshitib ko'ring. Hozir to'g'ri javoblarni biz ko'rib chiqamiz. Birinchisi B bo'ldi. Nimaga? Hozir tahlil qilamiz. 请问李欣在吗？ Kechirasiz, 李欣bormi? 他生病了，今天没来上班. U kasal bo'lib qoldi. 今天没来上班. Bugun ishga kelmadi. 李欣今天上班了吗? Sizdan so'rayapti keyin. 问 degani so'ramoq. 李欣今天上班了吗? 李欣bugun ishga keldimi? Bu yoqda aytdiki, u kasal bo'lib qoldi, ishga kelmadi dedi. O'shaning uchun bir variant bo'ladi. Mei shangban. Keyingisi C variant to'g'ri kelgan. 你知道大卫什么时候上班吗? David qachon
boshlashini bilasanmi? Qachon ishga kelishini bilasanmi? 他告诉我从下个星期三开始。u menga aytdiki, 他告诉我 u menga aytdi, 从下个星期三开始 keyingi hafta chorshanba, 星期三 chorshanba boshlaydi, ish boshlaydi. 大卫什么时候上班? David qachon ishlaydi, qachon ish boshlaydi? Shunda C variant bo'ladi. 星期下, 星期三 keyingi chorshanba. Hop, ikkinchisi. Bu ham C variant bo'lgan. 买到电影票了吗? 电影票degani kinoga chipta. 电影 film, kino, 票 bu chipta degani, bilet. Kinoga bilet oldingmi? 买到电影票了吗? 买到了, sotib olindi, sotib oldim. 是明天的, ertangiga. 是明天的, ertangiga. 今天的没有了, bugunga qolmabdi. 他们什么时候去看电影? Sizdan so'radi, ular qachon film ko'rishga boradi? 他们什么时候 qachon 去看电影? Film ko'rishga boradi. Hop, bu yerda aytadiki, biletni men ertangiga oldim, bugungiga qolmabdi degani uchun biz ertangi degan javob to'g'ri deb olamiz. Chunki ular ertaga boradi film ko'rishga. Hop, javoblar. Birinchisi B, ikkinchisi C, uchinchisi ham C bo'ldi. Shu yerda tugaydi bugungi darsimiz. Tushunmagan joy bo'lsa bemalol so'rashinglar mumkin kommentariyada. Xudo xolisa harakat qilaman to'liq javob berishga. Agar videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zlaring fikrlarni bildirsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.